Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun biz hayotingizni sezilarli darajada yengillashtirishi mumkin bo'lgan, ammo ko'pchilik bilmagan juda muhim mavzuni muhokama qilamiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, yaqinda nafaqaga chiqmoqchi bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun oltin bilan teng. Sababi bugungi videoda men sizga pensiya guvohnomasining 9 ta yashirin imkoniyatini ochib beraman. Ular haqida odatda jim turishadi. Bu imkoniyatlar sizga moliyaviy jihatdan yordam berishi, hayot sifatini yaxshilashi va hatto kutilmagan afzalliklarni berishi mumkin. Shunday ekan, videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir qism qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Va albatta hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali kontent yaratishga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. O'tmishda nafaqaxo'rlar ko'pincha o'zlarining huquq va imtiyozlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaganlar. Ko'plab imtiyozlar faqat qog'ozda mavjud bo'lib, ulardan foydalanish murakkab byurokratik jarayonlar tufayli deyarli imkonsiz edi. Axborotning yetishmasligi va tegishli organlarning yopiqligi odamlarni o'zlariga tegishli bo'lgan narsalardan mahrum qildi. Pensiya guvohnomasi shunchaki nafaqa olish huquqini tasdiqlovchi hujjat sifatida qabul qilingan. Hech kim uning ortida yashiringan haqiqiy qiymatini tushunmagan, ammo vaqt o'tishi bilan vaziyat o'zgardi. Hukumat ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Endi pensiya guvohnomasi shunchaki bir qog'oz emas, balki bir qator imtiyozlar va afzalliklarga eshik ochadigan kalitdir. Raqamlashtirish va shaffoflikka intilish tufayli ko'plab xizmatlar va imtiyozlar yanada ochiq va qulay bo'ldi. Biroq bu o'zgarishlar haqida barcha nafaqaxo'rlar ham xabardor emas. Ayniqsa yoshi kattaroq avlod vakillari uchun bu ma'lumotlarga kirish qiyinroq bo'lishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar to'g'risidagi ma'lumotlar hukumat qarorlari yoki mahalliy hokimiyat organlarining farmoyishlari orqali tarqaladi. Ammo ular jamoatchilikka yetib bormaydi. Shuning uchun men bugun sizga bu imkoniyatlarni batafsil tushuntirib beraman, toki siz ulardan to'liq foydalana olishingiz uchun. Bu imkoniyatlar kimga kerak emas. Barchasini bilib olasiz. Keling, birma-bir bu 9 ta yashirin imkoniyatni batafsil ko'rib chiqamiz. 1. Jamoat transportida chegirmalar va bepul harakatlanish imkoniyati. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar jamoat transportida ma'lum chegirmalar borligini bilishadi. Ammo ko'pincha bu chegirmalarning to'liq doirasi va ulardan qanday foydalanish mumkinligi haqida ma'lumotga ega emaslar. Pensiya guvohnomasi shunchaki avtobusda eberi foizlik chegirma olish uchun emas, balki boshqa transport turlarida ham sezilarli imtiyozlarga ega bo'lish uchun xizmat qiladi. Masalan, shaharlararo avtobus qatnovlarida ham ayrim toifadagi nafaqaxo'rlar uchun chegirmalar mavjud. Bu ayniqsa viloyatlarga tez-tez borib turadigan yoki qarindoshlarini ziyorat qilishni xohlaydiganlar uchun juda muhimdir. Keling, bir misolni ko'rib chiqamiz. Andijondan Toshkentga boradigan nafaqaxo'r odatda chipta narxining yarmini to'lab o'z oilasiga tejab qolishi mumkin. Tasavvur qiling, bir tomonlama chipta narxi taxminan 1000 so'm bo'lsa, siz atiga 1000 so'm to'laysiz. Bu oyga bir necha marta safar qiladiganlar uchun katta mablag'ni tejash imkonini beradi. Bundan tashqari, temir yo'l transportida ham alohida chegirmalar va hatto yiliga bir marta bepul safar qilish imkoniyati mavjud. Ko'plab nafaqaxo'rlar bu haqda bilishmaydi va doimiy narxlarda chipta sotib olishadi. O'zbekiston temir yo'llari AJ tomonidan taqdim etiladigan bu imtiyozlar yoshi ulug' insonlarning mamlakat bo'ylab sayohat qilishlarini osonlashtiradi. Misol uchun, bu esa Samarqandda yashaydigan toshkentlik nafaqaxo'r yiliga bir marta poyezdda bepul borib kelishi mumkin. Buning uchun u faqat pensiya guvohnomasini taqdim etishi va tegishli arizani to'ldirishi kifoya. Bunday imtiyozlar ayniqsa uzoq masofali sayohatlar uchun juda muhim. Chunki chipta narxi katta xarajat hisoblanishi mumkin. Ushbu imtiyozlarni olish uchun temir yo'l kassalariga murojaat qilish va pensiya guvohnomasi hamda shaxsni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etish lozim. Ba'zi hollarda tegishli sharhni to'ldirish talab qilinishi mumkin. 2. Kommunal to'lovlarda imtiyozlar va subsidiyalar. Bu pensiya guvohnomasining eng ko'p e'tibor berilishi kerak bo'lgan, ammo ko'pincha e'tibordan chetda qoladigan tomonlardan biridir. Nafaqaxo'rlarga elektr energiyasi, gaz, suv va issiqlik uchun ma'lum bir miqdor chegirma yoki to'liq subsidiya berilishi mumkin. Ammo bu imtiyozlar faqatgina ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlarga, masalan,
yolg'iz yashovchi nogironligi bo'lgan, urush qatnashchilari yoki mehnat faxriylari kabi shaxslarga tegishli bo'lishi mumkin. Bu yerda yashirin imkoniyat shundaki, ko'pchilik bu imtiyozlarning mavjudligini bilmaydi yoki ularni olish jarayonini murakkab deb hisoblaydi. Aslida u juda oddiy. Sizning yashash joyingizdagi mahalla fuqarolar yig'ini MFI orqali yoki bevosita kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Misol uchun, bir nafaqaxo'r oyiga 1000 so'm elektr energiyasi uchun to'layotgan bo'lsa, agar u imtiyozli toifaga kirsa, bu miqdorning bir qismi qoplanishi mumkin, aytaylik. Uning kommunal to'lovlari uchun 20 so'm miqdorida subsidiya ajratilgan bo'lsa, bu uning yashash xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Yiliga bu 600 ming so'm tejashni anglatadi. Bu nafaqaxo'r uchun juda katta yordamdir. Bu imtiyozni olish uchun pensiya guvohnomasi, pasport va yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjatlar bilan MFIga yoki tegishli kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Sizga qanday imtiyozlar mavjudligini va ularni olish uchun qanday hujjatlar kerakligini aniq aytib berishadi. Bu imtiyozlar odatda mahalliy hokimiyat qarorlari bilan belgilanadi. Shuning uchun hududiy farqlar bo'lishi mumkin. Tibbiy xizmatlarda imtiyozlar va dorilarga chegirmalar. Pensiya guvohnomasi tibbiyot sohasida ham bir qator imkoniyatlarni taqdim etadi. Bular nafaqat poliklinikalarda navbatsiz xizmat ko'rsatish, balki dorixonalarda dorilarga chegirmalar va ba'zi hollarda bepul tibbiy ko'riklar hamdir. Aksariyat nafaqaxo'rlar tibbiy ko'riklar uchun umumiy navbatda turishadi yoki dorixonalarda to'liq narxda dori sotib olishadi. Vaholanki, pensiya guvohnomasi orqali siz davlat dorixonalarida ma'lum dori-darmonlarga 10-20% chegirmaga ega bo'lishingiz mumkin. Ba'zi surunkali kasalliklarga chalinganlar uchun esa davlat tomonidan bepul dori vositalari berilishi ham mumkin. Masalan, qandli diabetga chalingan nafaqaxo'r har oy insulin sotib olishga majbur. Agar u bu imtiyozdan foydalana olsa, har oy o'rtacha 20 ming so'm tejaydi. Yiliga bu 600 ming so'm degani. Bu mablag'ni boshqa muhim ehtiyojlarga sarflash mumkin. Bundan tashqari, ko'plab davlat poliklinikalari nafaqaxo'rlar uchun maxsus qabullar yoki alohida navbatlarni tashkil etishadi. Bu, ayniqsa, yoshi ulug' kishilar uchun uzoq navbatlarda turishdan qutulishga yordam beradi. Mazkur imtiyozlardan foydalanish uchun poliklinikaga murojaat qilganingizda pensiya guvohnomangizni ko'rsating. Dorixonalarda esa dori sotib olayotganda guvohnomani taqdim eting va chegirma bor yo'qligini so'rang. Bu faqat davlat dorixonalariga tegishli bo'lib, xususiy dorixonalarda bu kabi imtiyozlar kamdan-kam uchraydi. Madaniy ma'rifiy tadbirlarga va ko'ngilochar joylarga chegirmalar. Bu haqda deyarli hech kim bilmaydi. Pensiya guvohnomasi sizga teatrlar, muzeylar, san'at ko'rgazmalari, bog'lar va hatto kinoteatrlarga imtiyozli kirish imkonini beradi. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z vaqtlarini uyda o'tkazishga majbur bo'lishadi. Chunki madaniy tadbirlarga borish ularning budjetiga og'irlik qiladi. Aslida ko'plab davlat teatrlarida nafaqaxo'rlar uchun chipta narxining 30% chegirmalar mavjud. Muzeylarga esa ko'pincha bepul yoki ramziy narxlarda kirish mumkin. Bu nafaqaxo'rlarga o'z bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish, madaniy boyliklardan bahramand bo'lish va ijtimoiy hayotdan uzilib qolmaslik imkonini beradi. Tasavvur qiling, siz poytaxtda yashaysiz va har oyda bir marta teatrga borishni xohlaysiz. Agar bir chiptaning narxi 6 ming so'm bo'lsa, pensiya guvohnomangiz bilan 30 ming so'm tejashingiz mumkin. Yiliga bu 206 ming so'mni tejash demakdir. Bu esa nafaqaxo'rlarning o'z farzandlari yoki nabaralari bilan birgalikda madaniy tadbirlarda ishtirok etish uchun yaxshi imkoniyat. Ushbu imtiyozlardan foydalanish uchun chipta kassalarga murojaat qiling va pensiya guvohnomangizni taqdim eting. Ba'zi joylarda, masalan, bog'lar yoki madaniy maskanlarda maxsus nafaqaxo'r kunlar bo'lishi mumkin. Bu kunlarda kirish butunlay bepul bo'ladi. 5. Mol-mulk solig'i va yer soligidan imtiyozlar. Bu ayniqsa o'z uy-joyi yoki yer uchastkasi bor nafaqaxo'rlar uchun juda muhim imkoniyat. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar har yili mol-mulk solig'ini to'laydilar. Ammo ular bu soliqdan qisman yoki to'liq ozod qilinishi mumkinligini bilishmaydi. Qonunchilikka ko'ra, ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlar mol-mulk solig'i va yer soligidan imtiyozlarga ega. Bu imtiyozlar ayniqsa bir nechta ko'chmas mulkka ega bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun sezilarli yordam beradi. Masalan, bitta uy va bitta yer uchastkasiga ega bo'lgan nafaqaxo'r bu soliqlar bo'yicha to'liq yoki qisman
ozodlikka ega bo'lishi mumkin. Keling bir misolni ko'rib chiqaylik. Agar sizning yillik mol-mulk solig'ingiz 500 ming so'm va yer solig'ingiz 300 ming so'm bo'lsa, siz pensiya guvohnomangizni taqdim etib, bu umumiy 800 ming so'mdan qutulishingiz yoki uni sezilarli darajada kamaytirishingiz mumkin. Bu imtiyozlarni olish uchun siz yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasiga murojaat qilishingiz kerak. Sizdan pensiya guvohnomasi, pasport va mol-mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinadi. Ba'zi hollarda faqatgina bitta ko'chmas mulk uchun imtiyoz berilishi mumkin. Shuning uchun soliq inspeksiyasidan aniq ma'lumot olish zarur. Bu imtiyozlar nafaqaxo'rlar uchun juda katta moliyaviy yukni yengillashtirishga yordam beradi va ularga o'z mablag'larini boshqa ehtiyojlarga sarflash imkonini beradi. 6. Bepul yoki imtiyozli yuridik yordam. Huquqiy masalalarda maslahat olish ko'pincha qimmatga tushadi. Ammo pensiya guvohnomasi yordamida siz bepul yoki sezilarli chegirmali yuridik yordamga ega bo'lishingiz mumkin. Bu ayniqsa meros masalalari, uy-joy nizolari, ijtimoiy nafaqalar bo'yicha tortishuvlar yoki boshqa huquqiy muammolar bilan to'qnash kelgan nafaqaxo'rlar uchun juda muhimdir. Davlat adliya organlari va ba'zi advokatlik firmalari nafaqaxo'rlar uchun bepul maslahatlar yoki imtiyozli yuridik xizmatlar ko'rsatadi. Afsuski bu imkoniyat haqida juda kam odam biladi. Misol uchun, bir nafaqaxo'rning yer uchastkasi bilan bog'liq muammosi bor va u qanday harakat qilishni bilmayapti. Advokatga murojaat qilish uchun odatda dastlabki maslahatning o'zi 5,000 so'mdan boshlanadi. Pensiya guvohnomasini taqdim etib, u bu maslahatni bepul olishi va o'z muammosini hal qilish uchun qanday yo'l tutish kerakligini bilib olishi mumkin. Bu nafaqaxo'rga moliyaviy yukni kamaytirish bilan birga stressni ham kamaytirishga yordam beradi. Yuridik yordam olish uchun yashash joyingizdagi adliya bo'limlariga yoki huquqiy axborot markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga pensiya guvohnomasi asosida qanday xizmatlar ko'rsatilishini aniq aytib berishadi. Ba'zi entitlar, nodavlat notijorat tashkilotlari ham nafaqaxo'rlar uchun bepul yuridik yordam ko'rsatishadi. 7. Ijtimoiy xizmatlarga va uyda yordamga kirish. Pensiya guvohnomasi yolg'iz yashovchi, nogironligi bo'lgan yoki doimiy parvarishga muhtoj nafaqaxo'rlar uchun ijtimoiy xizmatlardan foydalanishda muhim rol o'ynaydi. Bu xizmatlar uyda parvarish qilish, oziq-ovqat yetkazib berish, tozalash va hatto ijtimoiy xodimning muntazam tashriflarini o'z ichiga olishi mumkin. Ko'pchilik nafaqaxo'rlar agar ular bu xizmatlarga muhtoj bo'lsa, qanday murojaat qilishni bilishmaydi yoki bu xizmatlarning mavjudligini umuman bilishmaydi. Davlat ijtimoiy ta'minot bo'limlari va mahalliy MF'lar orqali ushbu xizmatlarga murojaat qilish mumkin. Misol uchun, jismoniy holati tufayli uy ishlarini bajarishga qiynaladigan yolg'iz yashovchi nafaqaxo'r har haftada ijtimoiy xodimning yordamini olishi mumkin. Bu xizmatlar unga uyni tozalash, oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilish va hatto retsept bo'yicha dorilarni olib kelishda yordam berishi mumkin. Bu xizmatlar nafaqaxo'rning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va uning mustaqilligini saqlashga yordam beradi. Ushbu yordamni olish uchun yashash joyingizdagi MFga yoki ijtimoiy ta'minot bo'limiga murojaat qiling. Sizga qanday hujjatlar kerakligi va qanday xizmatlardan foydalanish mumkinligi haqida batafsil ma'lumot beriladi. 8. Bank xizmatlarida maxsus shartlar. Bu ham ko'pchilik bilmagan bir imkoniyat. Ba'zi banklar nafaqaxo'rlar uchun maxsus depozit stavkalari, pastroq to'lovlar yoki bepul bank kartalarini taklif qiladi. Pensiya guvohnomasi bu imtiyozlarga erishish uchun kalit bo'lishi mumkin. Ko'plab nafaqaxo'rlar pullarni umumiy shartlarda banklarga qo'yishadi yoki standart bank xizmatlaridan foydalanishadi. Vaholanki, maxsus pensiya dasturlari orqali ular o'z mablag'laridan ko'proq foyda olishlari mumkin. Misol uchun, siz 5 million so'm mablag'ni bankka depozitga qo'ymoqchisiz. Agar oddiy mijoz uchun foiz stavkasi burundagi shpirning bo'lsa, pensiya guvohnomasini taqdim etgan holda sizga 19-20% foiz taklif qilinishi mumkin. Bu degani, bir yil davomida siz 50 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ko'proq daromad olishingiz mumkin. Kichik miqdor bo'lsa ham, bu qo'shimcha daromad hisoblanadi. Bundan tashqari ayrim banklar pensiya kartalarini yuritish uchun komissiya to'lovlarini bekor qiladi yoki minimal darajaga tushiradi. Bunday imkoniyatlardan foydalanish uchun bank filiallariga murojaat qiling va pensiya guvohnomangizni taqdim etib, nafaqaxo'rlar uchun maxsus takliflar bor yo'qligini so'rang. Bu har bir bankda har xil bo'lishi mumkin.
Shuning uchun bir nechta banklarning takliflarini solishtirish tavsiya etiladi. 9. Do'konlar va xizmat ko'rsatish sohasida chegirmalar. Bu pensiya guvohnomasining eng yashirin va tarqalmagan imkoniyatlaridan biri. Ba'zi mahalliy do'konlar, kichik bozorlar, sartaroshxonalar, ta'mirlash ustaxonalari yoki boshqa xizmat ko'rsatish shoxobchalari nafaqaxo'rlar uchun maxsus chegirmalar taklif qilishi mumkin. Bu odatda rasmiy siyosat emas. Balki tadbirkorning ijtimoiy mas'uliyati yoki shaxsiy tashabbusi asosida amalga oshiriladi. Bu haqda bilish qiyin, chunki bu ma'lumotlar keng tarqalmaydi. Ammo agar siz bunday joylarga tez-tez borgan bo'lsangiz va pensiya guvohnomangizni ko'rsatsangiz, chegirma olishingiz mumkin. Misol uchun bir sartaroshxona nafaqaxo'rlar uchun soch kesish narxini 20% ga tushirishi mumkin. Agar odatiy narx 3 so'm bo'lsa, siz 6 so'm tejaysiz. Bu o'yiga bir necha marta takrorlansa sezilarli summa bo'ladi. Yoki mahalliy oziq-ovqat do'konida ma'lum tovarlarga chegirma berilishi mumkin. Bu yashirin imkoniyatlardan foydalanish uchun shunchaki savdo nuqtalarida yoki xizmat ko'rsatish joylarida pensiya guvohnomangizni ko'rsatib, nafaqaxo'rlar uchun chegirmalar bormi deb so'rang. Hech qanday yo'qotishingiz yo'q. Aksincha, mablag'ingizni tejashingiz mumkin. Bu ayniqsa kichik do'konlar va xizmatlar uchun xos bo'lib, ular o'z mijozlar bazasini kengaytirish uchun bu kabi imtiyozlarni taklif qilishadi. Endi esa ushbu qoidalar va imkoniyatlarga oid istisnolar, nozik jihatlar va yashirin tuzoqlar haqida gaplashaylik. Birinchidan, barcha imtiyozlar hamma uchun bir xil emas. Ayrim imtiyozlar faqat ma'lum toifadagi nafaqaxo'rlarga, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilariga, xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolariga, nogironligi bo'lgan shaxslarga yoki yolg'iz yashovchi keksa fuqarolarga tegishli bo'lishi mumkin. Har doim qaysi toifaga kirishingizni aniqlashtiring. Masalan, temir yo'lda bepul sayohat qilish imkoniyati asosan urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilgan shaxslar uchun mo'ljallangan. Oddiy nafaqaxo'rlar uchun esa chegirmalar mavjud. Bu yerda asosiy nuanja shundaki, siz o'zingizning huquqiy maqomingizni to'g'ri baholashingiz va tegishli normativ hujjatlarni o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchidan, imtiyozlar doimiy bo'lmasligi mumkin. Ba'zi chegirmalar yoki subsidiyalar vaqtinchalik xususiyatga ega bo'lib, davlat dasturlari yoki mahalliy hokimiyat qarorlariga bog'liq holda o'zgarishi yoki bekor qilinishi mumkin. Shuning uchun imtiyozdan foydalanishdan oldin uning amalda ekanligini tasdiqlashingiz lozim. Misol uchun, yangi yil arafasida ba'zi transport kompaniyalari qo'shimcha chegirmalar e'lon qilishi mumkin. Ammo bu chegirmalar bayram tugashi bilan bekor bo'ladi yoki biror mahsulotga chegirma muddati cheklangan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, har bir imtiyozni olish uchun ma'lum hujjatlar to'plami va murojaat tartibi mavjud. Shunchaki pensiya guvohnomasini ko'rsatish har doim ham kifoya qilmaydi. Ba'zi hollarda arizalar yozish, qo'shimcha ma'lumotnomalar olish yoki maxsus shakllarni to'ldirish talab qilinishi mumkin. Bu yerda bürokratik jarayonlarga tayyor bo'lish muhim. Masalan, kommunal to'lovlardagi imtiyozlarni rasmiylashtirish uchun sizdan oila a'zolarining tarkibi, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotlar va yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Barcha hujjatlarning to'g'ri va to'liq bo'lishiga ishonch hosil qiling. To'rtinchidan, ba'zi imtiyozlar faqat davlat muassasalari tomonidan taqdim etiladi. Xususiy korxonalar yoki tashkilotlar bunday imtiyozlarni berishga majbur emas. Shuning uchun xususiy dorixonalarda yoki xususiy transportda pensiya guvohnomasi chegirma bermasligi mumkin buni. Agar siz xususiy klinikada davolanayotgan bo'lsangiz, pensiya guvohnomangiz avtomatik ravishda chegirma bermaydi. Lekin ba'zi klinikalar o'z tashabbusi bilan nafaqaxo'rlar uchun maxsus takliflar qilishlari mumkin. Bu holatda siz har bir xususiy muassasa bilan alohida muzokara qilishingiz yoki ularning reklama aksiyalarini kuzatib borishingiz kerak bo'ladi. Beshinchidan, ko'pchilik imtiyozlar mahalliy hukumat darajasida tartibga solinadi. Bu degani, bir viloyatda mavjud bo'lgan imtiyoz boshqa viloyatda bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun siz yashayotgan hududning o'ziga xos qoidalarini bilib olishingiz shart. Misol uchun, Toshkent shahrida jamoat transportida mavjud bo'lgan imtiyozlar Sirdaryo viloyatidagi shahar jamoat transportida boshqacha bo'lishi mumkin. Har doim o'zingizning hududingizdagi tegishli organlarga murojaat qilib, aniq ma'lumot olishni unutmang. Xulosa qilib aytganda, pensiya guvohnomasi faqatgina nafaqa olish huquqini tasdiqlovchi hujjat emas,
balki bir qator moliyaviy va ijtimoiy imtiyozlarga erishish uchun kuchli vositadir. Biroq bu imkoniyatlardan foydalanish uchun sizdan faollik, ma'lumot izlash va tegishli organlarga murojaat qilish talab etiladi. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlarni qo'yish kerak? 1. Barcha mavjud imtiyozlar ro'yxatini to'plang. Birinchi navbatda o'zingiz yashayotgan hududda nafaqaxo'rlar uchun qanday imtiyozlar mavjudligini aniqlang. Buning uchun siz bir nechta joylarga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Mahalla fuqarolar yig'ini MFV'ga sizga mahalliy darajadagi imtiyozlar, masalan, kommunal to'lovlardagi subsidiyalar yoki ijtimoiy yordam dasturlari haqida ma'lumot berishi mumkin. Ular ko'pincha bu masalalar bo'yicha eng dolzarb ma'lumotlarga ega bo'ladi. Tuman, shahar ijtimoiy ta'minot bo'limi pensiya va boshqa ijtimoiy nafaqalarga oid barcha savollarga javob beradi. Bu yerda siz pensiya guvohnomasi orqali beriladigan umumiy davlat imtiyozlari haqida bilib olasiz. Tuman, shahar adliya bo'limi yoki huquqiy axborot markazlari bepul yuridik maslahatlar haqida ma'lumot beradi. Sizning huquqlaringiz va ularni himoya qilish yo'llari haqida savollar bo'lsa, ularga murojaat qiling. Soliq inspeksiyasi mol-mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlarni aniqlashtirish uchun zarur bo'ladi. Bank filiallariga tashrif buyurib, nafaqaxo'rlar uchun maxsus depozitlar va xizmatlar haqida so'rang. Yirik davlat transport tashkilotlarining kassalariga, masalan, temir yo'l kassalariga murojaat qilib, transportdagi imtiyozlarni aniqlashtiring. 2. Kerakli hujjatlarni tayyorlang. Aksariyat imtiyozlarni olish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Pensiya guvohnomasi asl nusxasi va bir nechta nusxasi. Har doim asl nusxasini yoningizda olib yurmang, nusxalarni saqlang. Pasport asl nusxasi va bir nechta nusxasi. Ma'lumotnoma MFV'dan yoki boshqa tegishli organdan ba'zi imtiyozlar uchun talab qilinishi mumkin. Arizalar shaharlari, ularni murojaat qilgan joyingizda olishingiz mumkin. Ariza yozishda aniq va to'g'ri ma'lumotlarni kiriting. Nima uchun imtiyoz so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Ba'zi holatlarda yashash joyi, oila tarkibi to'g'risidagi hujjatlar yoki daromadlar haqidagi ma'lumotnomalar talab qilinishi mumkin. Murojaat qiling va tartibni kuzatib boring. Hujjatlarni to'plaganingizdan so'ng tegishli organga murojaat qiling. Murojaatni shaxsan o'zingiz yoki ishonchli vakilingiz orqali amalga oshiring. Ariza yozganingizda uning ikkinchi nusxasini ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi belgi bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik muammolar yuzaga kelganda dalil bo'lib xizmat qiladi. Murojaatingiz bo'yicha qabul qilingan qarorning muddati va uni qanday kuzatish mumkinligini aniqlashtiring. Ba'zi arizalar bir necha kun, boshqalari esa bir necha hafta davomida ko'rib chiqilishi mumkin. Agar arizangiz rad etilsa, rad etish sabablarini yozma ravishda talab qiling va bu qarorni yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish huquqidan foydalaning. Ba'zida rad javobi hujjatlardagi kichik xatoliklar yoki noto'g'ri tushuntirishlar tufayli bo'lishi mumkin. 4. Axborot manbalarini kuzatib boring. Davlat organlarining veb-saytlarini, mahalliy gazetalar va e'lonlar doskalarini muntazam ravishda kuzatib boring. Yangi imtiyozlar va dasturlar haqida ma'lumotlar aynan shu joylarda paydo bo'lishi mumkin. Telegram kanallari va boshqa ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarga obuna bo'lish ham foydali bo'ladi. Imfilarda va pensiya jamg'armasida yangiliklar doskalari ham bo'ladi. Ularni ham o'rganib chiqing. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Pensiya guvohnomasi bu shunchaki bir qog'oz emas, balki sizning hayotingizni yaxshilashga qodir bo'lgan kuchli vositadir. Undan to'liq foydalanishni o'rganing. O'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni talab qiling. Chunki siz bu imtiyozlarga haqlisiz. Bugun muhokama qilingan 9 ta yashirin imkoniyatdan qaysi biri siz uchun eng kutilmagan bo'ldi? Yoki siz pensiya guvohnomasi orqali boshqa qanday imtiyozlardan foydalanasiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlar uchun juda qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va do'stlaringiz hamda oila a'zolaringiz bilan ulashing. Ayniqsa nafaqaxo'r bo'lganlar bilan. Va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yanada ko'proq foydali va qiziqarli videolar kutmoqda. O'zingizni asrang va sog' salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha